Okalar hammaga assalomu alaykum. Okalar YouTube videoni ham olishni boshladi. Okalar bozorni уже mashinalar qaytyapti. Narxi singan payti yana qaytadan sindirishga harakat qilamiz. Shuning uchun okalar videolarni ko'rib turaveringlar. Yana qani boshladi. Okalar birinchi o'p mana bu Kia K5 GT Line ga ko'zim tushdi. Bizda ayniqsa GT Line ni ancha yaxshi ko'rishadi okalar. Hop, 102 ming yurgan ekan. Kraskasi kapot krilo alishgan ekan. Bu GT Line lipistoklari bor, sidenalarda abagrevi ham bor. Orqasida ham bitta ko'ringlar. Orqasida ham abagrevi bor okalar buni. Kojuniy salon bo'ladi. Luki ham panorama luk bo'ladi. Ayniqsa Kia K5 da luki zo'r ochiladi, mana bunaqa chiroyli qilib ochiladi. Mordasi nimaga alishgan deyishingiz mumkin. Bu restyling qilingan korselar bo'ladi. Yangicha morda qilingan. Hozir Kia Sorrento'lar korselar bo'ladi. Kia Sorrento'larning ham faralari bundoq ingichib ketgan. Bunda ham salanum chaqmoqqa o'xshab hamnaqi chizilgan. 102 ming yurgan 2023-yil kraskasi aytganimdek kapot krilo alishgan. Bu mashinani 21.9 ga baraga qo'ysalar bo'ladi. Egalar nomer spamda qoldiramiz. Inshaalloh bosinglar. Nomerlarni oldingizmi? Hop, 97lik 97lik 950 0001 Traverse ham obzorini qilamiz. 2023-29 ming yurgan. Kraskasi qanaqa? Kraskasi ham top toza ekan, okalar. Bron, polniy kuzov bronmi? Polniy bron ekan. Tonirovka ruxsati ham bor ekan. Mana okalar, ichini ko'ringlar. Traverse ham ancha zo'r mashina chiqdi. Chunki bu Taho'ning ukasi bo'ladi. Taho'dan lekin ancha arzon. Kapitanskiy sidenalari ham bor. Xullas, okalar, mashina zo'r. 23 ming yurgan ekan. 23 ming yurgan edi. 29 ming yurgan Traverse 2023. Hech puqlas bo'ladiganmi? 4,5 ming oxiri. Bo'ladiganni ayting aka. 200 dollar. Yo, turursan, ushlab turaman. Bo'ladiganni ayting. 44,5 ming. Bo'ladigan. Bo'ladigan. Ani ham sizdanmi oqi? U sotildi. Hech pulga baraka bo'ldi oqi. 41,5 mingga baraka. Qancha yurgan edi bu? Uni yurgani 30 ming yurgan edi. Kraskasi top toza. Top toza. Bu ham 23. 22 edi bu. 22 mordasi alishgan. Said avtoga. O'zi shunaqa chiqadimi 22? Qani kirib bering. YouTube'ga kiring. Obzorni davom ettiramiz. Men bu mashinani ko'rib olmasam bo'lmadi dedim. Okalar, 2000 dim. O'sha tilim ketib qoldi. 1969-67 yil ekan. Gaz 21 ekan, ya'ni gaz 21 Volga okalar. Mashinani holati yomon emas deyaptilar, lekin probegi neizvestniy ekan, ya'ni hech kim bilmas ekan probegini, Allohdan tashqari. Lekin hamma narsasi ishlaydi deyaptilar, hech qanaqa ishi aybi yo'q. Shunda o'tiramiz, haydaymiz deyaptilar egalari. O'zlari haydab yurgan mashina ekan. 10 yil oldin kraskasi asfijit qilib sepilgan ekan. Pakajda undan keyin hech qanaqa DTP bo'lgan demayaptilar. Ya'ni o'zingizlar uchun bitta tekshirib olsanglar ham bo'ladi. Buni endi ko'proq kolleksionerlar o'ziga oladi. Masalan, haydab yuradi deganlar oladi. Ko'ryapsizlar, bittada zavod bo'lib, bittada yurib ketyapti. Lekin mashina yaxshi nisbatan. Diskalari ham zo'r holatda turibdi. Endi narxiga keladigan bo'lsak, buni 3,5 mingga egalari berib yuboraman deyaptilar. Hozir nomerlarni so'raymiz. Nomer скажите. Номер. 97 748 29 21. Все, спасибо. Окей, спасибо большое. Хорошо, не вставайте. Спасибо большое. Окей, gaz 21 3,5 mingga bosolsanglar bo'ladi. Chempion. Ha, Yili necha? yili 22. 23 kraskasi. 22 ming. Kraskasi tozami? Kraska toza. Kraska toza 2023-yil. Qancha yurgan bu? 72 ming yurgan ekan. Ocha olamiz ham? Okey, 72 ming yurgan. Katta ekranli, ya'ni 605 talik mashina. Poliklari ham bor ekan, salafonlarni taqib qo'yishgan ekan. Yana qaytadan yangi mashina mingim kelyapti. Shunaqa emotsiya beradigan, lekin ozgina yurgan bo'lsa ham farqi yo'q, lekin yangi mashina emotsiyani olaman desanglar, mana shu zo'r variant. O'zi shaharga ham kundalik haydashga BYD Championdan zo'r yo'l desam, adashmagan bo'laman deb o'ylayman. Endi bir xilgina Malibu u deyishligisi mumkin, lekin menimcha Champion elektr bo'lganiga nisbatan yaxshi. Orqasidan ham bitta ko'ringlar. 22 mingga mana shu mashinani baraka qo'rsanglar bo'ladi.
Egalar nomerini pastda qoldiramiz. Bemalol telefon qilib bosinglar. Keyingi mashina 2023-24 olingan kraskasi top-toza. Primer. Primer. 4 ta baloni bor. Patoshka, 10 oy tonirovka, redline. Redline qilingan 11 oy tonirovkasi bor bo'lgan Premierni haydayman deganlar uchun yaxshi narxda 71 ming yurgan ekan. Oq kraskasi ham top-toza ekan. Oke, nech pul qilasiz buni bo'ladiganini? 14800 san podpischiklaringga. 14800 ga beramiz, a? Beraman senga. Kraskasi top-toza, tonirovkasi qancha bor dedingiz? 11 oy bor. Podnoshka qo'yilgan. 4 ta yaxshi baloni bor. Qolgan odam propan qo'yib olar xolisi. Telefonimiz. 98lik 313 90 90. Rahmat aka. Sog' bo'lib, Xo'p, charchamang. Rahmat. Okalar, xullas Tracker Premierimizni mana shu aytgan narxiga, ya'ni 14800 ga baraka qilib yuborsanglar bo'ladi. Bosinglar okalar. BYD ham obzor qilib kelyapti-yu, egalarini juda topa olmayapmiz. Xullas BYD ham lasda zo'r chiqqan. Sizlardan emasmi aka? Assalomu alaykum. Aka, bu to'rt ikkita motorligi-ya bu? Ha, sizda olmayapmiz lekin. Sizdanmi o'z mashina? 4 sekundda chiqadi. Kraskasi qanaqa aka buni? Kraskasi top-toza. Yili 2022-yil. Nech pul bo'ladigan aka buni? 2709 qo'ysak bo'ladimi? Bo'ladigan 29. Bo'ldi akalar, 60 ming yurgan dual motor BYD Tangi top-tozasini 29 mingga baraka qilib yuborsanglar bo'ladi. Nomerlar 90 909 07 70. Bosinglar. Rahmat aka. Gapiravering, ishlayapti. Xo'p. Samsung. Ani vijir-vijir bo'lib qoladi. Nech pul so'rayapsiz aka Monzaga? Mashinani 16 ming deyapmiz. Ha, kraskalar qanaqa? Top toza. 30 ming yurgan ekan. 2023-a? 23. Bu 1.3 mi? 1.5 atmosfer. 1.5 atmosfer. Ekonomik variant. Ekonomishni. Hop, nech pul qilasizmi bo'ladigan? Mashinani 15800 qilib beramiz. Bo'ladiganini ayting aka. 15.5 qilaylik shuni. Sana nomingdan kelsa shunaqa beramiz. Bo'ldi. Telefon nomeringiz. 90